Aya, bugun ham qotganini oymizmi? Xo'jayin, oyligimni so'rab chiqdim. Keldingmi? Mana. Ye xo'jayin, bu yoqda ko'p-ku. Olur, bolam kasal deyotganding. O'shanga ishlatsan. Rahmat xo'jayin, siz zo'rsiz-da. Aka, bachalarimga non puli bering. Mana. Ibi ko'p-ku. Bolalaringizga issiq kiyim olib berasiz. Ha, keldim. Ibi aka zo'rkisiz. Opa, siz ham noskingiz yirtilib qoptimi? Meniki ham. Mana bu senga. Voy, buncha chiroyli. Opajon, iltimos salfetka oling. Borib tur. Amaki, iltimos salfetka oling. Senga borib tur deyildi. Qizim, Dadajon, Voy, bir umr mezbondan uy olishni xohlagandim. Rahmat hayotim, siz eng zo'risiz. dadajon, 3 oydan beri to'yib ovqat yeganimiz yo'q. Har safar aliment to'lashda pulim yo'q deysiz. Endi bildim, siz hammaga yaxshilik qilib yurarkansizda. Bu opam to'g'ri aytdi. Rostdan ham siz eng zo'risiz dadajon. Eng zo'risiz dadajon. Noming o'tsan seni yovuz ajralar